Shundaq qilib, ular oxirida yana shu yerda yuz ko'rishibdi. Ha. Vaqt tushib qopti. Darsimiz mushaychi bo'lsin. Alshir, sen qilib qol, sen deydigan gapim bor. Saboqdoshlar darsni tushinglar. Darsni tushinglar. Alshir, ayta, berilgan topshiriqlarni nima ish qilishmading? Sen doim shunday qilasan. Uyga qaytgandan keyin zaten nima ish qilyapsan? So'rsa, banayang shunday ko'p. Necha qatam ota-onangni chaqirsam, maktabga dastakmi qo'ymadi? Bundaq ketaversan qanday bo'ladi? Ha? Muallim, men o'qishim. Bo'ldi, tushuntirishingni to'liq anglab zerikib ketdim. Bundan keyin diqqat qil. Men qara Alshir, sen boshqa bolalarga zotli o'xshamaysan. Sen shunchalik ziyrak ham aqlliq. Dars vaqtida nimalarni o'ylab o'tirganingni faqatla bilmadim. Zehningni sal yig'ib tirishadigan bo'lsang, sinfdagi a'lochi o'quvchilardan bo'lib qolading. Sen zodi nima bo'ldi, ha? Nima ish qilishlaysan? Uyingda biror ish bo'ldimi, nima? Dapaqa. Nima bo'lding zodi? Muallim, men sizga va'da beray. Bundan keyin topshiriqlarimni vaqtida ishlab kelaman. Sen ishlayman, sen cho'qim qila olaysan. Men uyingga ket. Endi tutildingmi? Dönege meni ko'rib qashqatding. Endi qulog'i tushgancha, qulni chiqiravermi? Hozir yonimda pul yo'q. Oqsoning pul emas, tayoq yerdi. Bu aramlikni sagitib qo'yaylik aka. Urunglar amsa. Mana qo'yganga kim tayoq? Ulamaganga to'ya. Urmanglar. Ononiga pul amsa tayoq esa. Nima ish ko'rsizlar? O'tyoqdimmi? Dadamga tayoqni bergandim. Et pulni akamaydigan bo'lsang, uni nima ish ko'rsizlar? Bo'ldi. O'yal qahramon kepti aka. Sen to'la ortiq ishqonlashma. Voy. Voyjon. Qechinglar balla. To'xtab tur. Qochaylar. Xap to'xtab tur, xap to'xtab tur. Juma. Xap. Qan, ular kimlar? Seni nima ish ko'rdi? Ular mendan pul so'rgan edi. Pul yo'q desam urdi. Ulishchaklar. Shunday yo'lsizlik qilgan bormi? Ocha, siz de qo'ltisgansiz. Sizning harakatlarimiz xuddi jonbozlik kinolardagi ayol qahramonlarga o'xshaydi ekan. Uying qayerda? Seni men olib qo'yay. Bo'ldi, qo'rqma, yur. Bo'ldi, rahmat. O'zim keta olayman. Seni bekatgacha olib qo'yay. Ma'qul. Appa, Allohga chiqib o'ynaychi. Allohga chiqib. Appa qizim, gap anglang. Heyli akangiz maktabdan kelganda sizni o'ynasin, ha? Gap anglang, appa qizimjon. Yo. Appa, men keldim. Hay, jo'yinmak. Bu yoqqa kel. Uyey, qandaqmi qilaman sen jo'yinmakni? Kimin qarab aqa? Xaqsining bu talatingni ko'rsa, nimami deb qolar, ha? Ajabmi to'ydim sen shumdan. Odamning nomusini keltirib. Hay, ko'zimga nimandaq tikanda qarab tursan. Menga aviy kirib kiyimingni almashtirib, ukangni o'ynat. Menga. Appa qizim, akangizchi sizni hozir talog'iga chiqib o'ynasin, ha? Gap anglangchimi, appa qizim? Menga akangizning yoniga kiring. Aka, o'ynaylik-chi. Vaqtim yo'q, topshiriq ishlayman. Opamga deyman. Appa, akam unimidi. Nima? Akangiz unimidimi? Xap bu jo'yinmakni qanday qilib betaman? Jiring qizim, jiring. Yig'lamang, appa qizim, yig'lamang. Hey jo'yinmak, ufkangni o'yintib kirsan, nima deb gap olmay bu yerda o'tirsan, ha? Ufkangni o'yintib kirdisam, ma'qulligingga gap kirmadimi? Sen shumning qoniga tomoq etib, kirqatlaringni yuvib, jafo chekyapsan. Amdilikda gapimni olmag'idek bo'ldingmi? Sen o'zingni nima deb chaqlab qolding, ha? Dadangni demaydigan bo'lsan, sen shumni olni burun bu uydan qo'g'lab chiqargan bo'lardin. Tap seni. Ufkangni o'ynatmasangchi, men uyda tomoqni sen et, men o'yintib kiray.
Tönögün siz işqi buyurup topşuruqlarımni işlep bulamıgan. Topşuruqlarımni işlep bulamsam muallim tepkileydikken. Bunichi, sen o'zingning mush do'tkanlisiding-ku. Seni ko'rgan hamma odamning ziradisi qaynaydi. Qachonli qarasa, bu chiroying chilib qolgan to'ng tezakdek ya ichiray demagan. O'zingning askiligidanmi-chi, opangmi seni tashlab ketgan. Mana endi rangi ro'yingni odam siyoqiga kirgizib qo'ysam, ko'zimga tikilib qarg'udek bo'ldingmi? Voy, tura, o'rningdan tura. Mau kiyimingni almashtirib, ufqani o'yintib chiqmang. Mana. To'la ushiqlik qilmay qo'pa. Mana. Yürün tüşüğü çıkımız. Apa biz çıkıp ketdik. Hey, to'xta. Mau ko'zingning junnisini surtib chiq. Ufqangni-chi, sirtib balla bo'zaq qilyapsan. Uqdingmi? Obdan qara, ha? Uqdik. Ufqang chiqilib tushmasin. Obdan qarajimi? Quliqing gap kirsin. Mana. Opa qizim, akangizning gapini anglang, ha? Yaxshi o'ynang, ha? Men nima degan sho'rpeshona. Rostilla hamma odam menga o'shmidi. Maktabga borsam, muallimim yaxshi ko'rmasa, yo saboqdoshlarim org'a olmasa, yo'lda bolalar texi bo'zak essa, uyga kelsam opamning dastidan yaxshi kun ko'ramisam. Men bu jahonga nemishqim to'ralgan bo'lg'uydim. Opamni bek tashir ekan. Meni tashlab ketadigan odam nemishqimi tuqqan bo'lmaydi. Nemishqimi o'zi hayot turib o'gay onaning qo'liga tashlab bergandi. Dada, tezroq qaytib keling. Sizni bek sig'inib ketdim. Meni sizmi tashlab qo'ymang, dada. Voy, bu balig'ining bo'lgandi. Shuni deyman, men bo'lganda bu bolaga. Ha, bolam, men bo'ldi yig'labsan-ku. Men bo'ldim bolam, yig'labsan-ku. Hechnim bo'lmadi cho'ng'ina. Amsilmish yig'laysan, opam tiladimi ya? Dadamni sig'inib ketdim shu. Nima deyishyapti bular? Alsher, oppoq bilan uyga chiq. Tomoq pishdi, ufqangni ep chiqa, chaqqan bo'l. Ay, bichara bola, uyga onaning qo'liga qarab taskinga qoldijimi? Shu emasmi? Men bu bolaning davomli uydan yig'lab chiqqanini ko'raman. Dadisi sirtlarda yurib uyda nemish bo'layotganligini bilmaydi ha qachon. Opsi Aminaxon to'limi esilayal edi. Odamni ko'zi holi qolmaydi. Biroq bir chiroyli o'tib qandoqlarcha ajrashib ketganini hech tushunmay qoldim. Tova, hozirgi yoshlar xiyolga kelgani qilamdigandi. Mana endi bolalarni yetim qilib, nalar yuradigandu. Shu emasmi? Ma'qul, endi shundoq bo'lsin. Amina, bu yoqqa kiring. Yaxshimisiz boshliq, nima ish bor edi? Shundoq bir ish batdi. Amina. Siz bizning shirkatga kelib ishlayotgani to'p-to'g'ri 6 yil bo'ldi. Bu bir necha yil ichida siz xizmatni haqiqatan astoydil yaxshi ishladingiz. Men muavin direktor bilan kengash orqali bu yillik emgakchilar bayramida yanıla sizni munavvat emgakchi qilib baholab chiqdik. Yig'in ichib ko'pchilikka uqtiramiz. Bo'lmaydi boshliq. Bu nomzodlikqa boshqalarni erishsin. Shirkatimiz uchun hammalar o'xshash kuch chiqarib ishlayapmiz. Men taxi o'tgan yilda bo'lgan tursam. Bo'ldi, kamtarlik qilmang. Buning siz eng muvofiq. Mushundaq bo'lsin. Siz chiqib ishingizni qilavering. Ma'qul boshliq. Ma'qul.
Qaytib keldingizmi qizim? Ha, bugün baldır işten tushibsiz-da? Ha. Birdam aram yeb tursangiz tomoqni men kelganligini bilsak bo'ladi. Bo'ldi qizim. Siz kirib kiyimingizni almashtirib topshiriqingizni ishlang. Siz faqat yaxshi o'qib bersingizlar bo'ladi. Ma'qul opa. Qizim, darslaringiz ig'irmi? Tushunyapsiz? Charaklik imtihon yaqinlashib qoldi. Yaxshiroq tayyorlik qilingizmi? Ma'qul opa. Shanba, jonbozlik maktabiga boramsiz ya? Ha. Her shanba beryapman-ku. Opa, ishdan keyin ishingiz bo'lsa, meni yonimga bering. Xeyli ko'p mahoratlarni o'rganib oldim. Ko'rib beqing. Idoraga boraman. Ishlarimni tugatib bo'lib, Nuriman opangiz bilan ko'rishga boraman. Maktabga keyingi haftalardan boray bo'lamdi. Ma'qul. Shuncha yillar o'tib ketdi. O'tgan ishlarning yaxshisi-mu odamning ichini yetishtirdi ekan. Yomoni ham shunday ekan. Yaxshi-yomon ishlarning hammasi odamga cho'nqur asli qoldirdi ekan. Oliy maktabda o'qiyotgan chog'lar to'limi go'zal, to'limi baxtli chog'lar ekan. O'qish nima degan ko'ngilli ekan. Hashpashtigacha o'qishimiz tamomlanib, oliy maktabimiz bilan qon qarindosh 5 yil o'qigan savoddoshlarimiz bilan ayrilish qilishib bo'ldi. Bularning hammasi hozir tepilsiz go'zal aslimalar aylandi. Hey qiz, to'xta, qalimingizni tushirib qo'ydingiz. Bu siz nima? Rahmat sizga. Siz qaysi fakultetdan? 86-yillik kompyuter sinfida sizchi? Men burun shu maktabda o'qigan. 2 yildan oldida maktab bitirib xizmatga tushib bo'ldim. Bu maktabga bo'linib qilib qolgan 2 savodishim bor edi. Men doim kelib ularni yo'qlab kelaman. Bugun shularni yo'qlab kelishim. Shundaqmi? Boshqa ish bo'lmasa men kirib ketay. Hey, to'xtab turing. Ha? Ismingizni so'rasam bo'lamda? Qanaqa ahvolingiz? Yaxshimisiz? Darsdan tushdingizmi? Ha. Bu yerda nima ish qilasiz? Rost gapni desam, bugun og'inamni emas, sizni deb keldim. Men sizni saqlag'ili 1 soat mashdi. Sizlar parangizni yuranglar, men maqoltiray. Siz kelar yili maktab bitirdi ekansizda. Shundaq. Mening ismim Erkin. Siz ismingizni aytib berishni xohlamsiz? Mening ismim Amina. Meni nima ishlarni izlab kelgan edingiz? Men o'tgan qatim sizni ko'rgandan boshlab xiyolimdan faqat chiqmadingiz. Kechalari tushimda, kunduzlari yodimda. Menda ajoyib bir xil she'rin ham go'zal tuyg'u paydo bo'ldi. Men sizga nima deyishimni bilmayapman. Rost gap, men azaldan bundoq bo'lib boqmagan. Meni nima deysangiz mayli. Lekin bu gaplarni sizga deyammisam, hamman Sizni imanda qiziq, qizlarni ko'rsangizmi shunday gap qilamsiz? Yo'q, siz meni xato tushunmang. Men azaldan qizlarga ko'nglimni izhor qilib boqqan emas. Shuningdek, sizga qanday gap qilishimni bilmay qoldim. Shundaqmi? Sizning qanday o'ylaydiganligingizni bekim bilgim bor. Men hozir sizga hech nima deb beramayman. Uning ustiga mening sizni texi 2-chi qatim ko'rishim. Men sizni asraqmi tushunmayman. Undaq demang. Meni asta-asta tushunib qolsiz emasmi? Shundaqdimi, keyinchi bir gap bo'lsin. Endi qaytib keting. Mening yana asraq ishim bor. Ma'qul emisa? Ma'qul, xo'sh. Emisa javobingizni kutaman-a? Ko'rishkish omon bo'ling.
Amina adaş. Kile, o'ltira. O yigit ajab kelishgan yigitkin ha. Onundan azraqmi qusur tapqili bo'lmag'idak. Bo'ylari egiz, shundoq kelishgan yigitkan. Chiroylaricha tehi choy quyib ichag'idaklar. O sana talab qo'ydimi? Shundoq. Sen nima deding? O'ylanib baqay dedim. Yana nimani o'ylayding? Men bo'lsam hozirning o'zida ma'qul degan bo'lardim. Qiziq gap qiladi ekansan. Men ya uni tushunmasam, sana nima bo'ldi? Odatda oldirib odam yaratmayding. Bugun boshqacha laf qilsan-ku. Senichi yaxshi yigitlarni qo'ldan chiqarib qo'ymusan deb shundoq deyapman. Diqqat qilҗima, sen o'ylash bo'yicha men qo'lga keltira olmay yana. Ay canım dostum, sening mening deyishib o'ltirdiganlardan emas-ku biz. Agar uni yoqtirgan bo'lsang, sendan aşkını mening bo'lsin. Rasma? Ras. Hay qizlar, qaranglar, erkin keldi. Rasma? Ko'r baqaylichi. Voy, ajab kelishgan yigitgina. Amina, onun bilan yuribsan ha, adash. Voy, Fatima, nerede uxlab qolgandan ular yurib qolja xeyli uzun bo'ldi. Shundaqmi Segizxon, bilmay yuribdi-qa? Hay qizlar, nimandaq odam ko'rmaganda qiliqlarni qilasizlar. Uni hijil qilmay, yiroqroq tursanglar bo'lmamdi. Xuddi o'zinglar ko'rishga chiqirgandek hayajoninglarni bosamay qilishibsizlar-ku. Dilbarcha rost deydi. U hijil o'g'indan derazimizga qarashga petinamayotidu. Pek kelishgan yigitchimi u? Aminaning aytishicha, uning tashqi qiyofati chiroyli xo'pli qamay mijozi eg'ir besiq, kamsiz, axloqli ham uyatchan yigitkan. Hay Amina, qachon deb qolding o shahzodani? Men chiqib ketdim qizlar. Xo'sh. Xo'sh. Amina. 4. may yaşlar bayramınız mübarek olsun. Rahmat. Bek chiroyli ekan. Buni kim kashtilagan? Apam. Men apamga chiroyli qilib kashtilab bersam, qiz do'stimga sovg'a qilaman desam, mushundoq kashtilab beribdi. Shundaqmi? Amsa buni yelimdan menga ayirmay saqlayman. Bu qo'lyog'liq ikkimizning cho'nqir muhabbatimizning simvoli bo'lib qolsin. Biz mush bir juft qizil guldek mangu birga bo'laylik. Ko'zingizni yumib turing. Endi iching. Bu bekla. Bu mening sizga qilgan sovg'am. Yoqtirasizmi? Bek chiroyli ekan. Haqiqatan arzon emasdi. Bunda qilsangiz bo'ladi erkin. Qarang, sizni qisirib ketganingizda. Kichik narsalarga mushunchalik o'ng'aysizlanib ketamsiz. Dam olish kunim kelib qoldi. Bu dam olish kunimda sizni uyga boshlab opiraman. Uyga boshlab opirib, sizni ota-onamga ko'rsataman. Chaqchaq qilmang, uyingizga men hargizim boramayman. Nima ish qildi? Ular sizni tanimasa, qo'rqmay beravering. Erkin, meni zo'rlamang. Hamisa do'stlaringiz bilan birga bering. Shunda qilsangiz bo'ladi. Bo'ladi hamsa. Sen choy icha o'g'lim. Bo'ldi opa, men qo'yma. Men ishimay, sumidim. Hamisa sizlar tortinmay, bahuzur o'ltiraveringlar. Mening sirti bejirdigan azroq ishim bor, chiqib kiray. Qani elinglar. Sizlar o'ltirib turinglar, men tamoq tutish qilay, a? Bizni yordamlashaylikmi? Bo'ldi qizlarim, men yetishiman. Ma'qulinsa. Amina, erkin bilan to'y qilsang, ta'lim chiqadikchimi? Apsi bek esilkan. Uy saymanlarimi qimmat pulliq narsalar ekan. Qarag'an ular xel bayda qiladi-jimi? Bularga qari chaqliq. Eng muhimi, ular meni yaxshi ko'rsa bo'ladi-ku. Hay atash, erkinning ota-onasi sizlarning ishinglarni bilamdi. Bilsimu, men ishkanligimni bilmasligi mumkin. Balkim shundaqdir. Savol boshla.
Bugün bu yerga eng oxirgi qitim yig'ilishimiz bo'lib qolgusi. Hammanglar har holda o'qishinglarni yaxshi tamomladinglar. Bu bir qancha yil jarayonda mendan o'tgan savalliklar bo'lsa, kechiringlar. O'zaro savalliklar o'tishgan bo'lsa-mu, bir-biringlardan afv so'rashib, ko'nglinglarni ilinglar. Atidan boshlab hammanglar jamiyatga qadam bossizlar. Keyin bir-biringlarga yariylik bo'lishib o'tishinglarni umid qilaman. Agar yiroq-yiroqqa kelib qolsanglar, balkim ba'zi saboqdoshlar bilan mushu ayrilgancha bir umr ko'rishamasliginglar mumkin. Shunga bir-biringlarga gap so'zlaringlar bo'lsa, obdan mungdishib xo'shlashinglar. Sizlarning maktab bitirish guvohnomanglar bilan xizmatga doklad qilish guvohnomanglarni qo'lingizga taqdim berdik. Savoldoshlar, bu yilgi xizmat taqsim qilish ishini maktabimiz nihoyat maxfiy tutdi. Men bu texni bugunla o'qidim. Bunda qilishning yaxshi tarafimi bo'ldi, yomon tarafimi bo'ldi. Yaxshi tarafi shuki, hukumat savoldoshlarning birini qoldirmay xizmat taqsim qildi. Yomon tarafi bo'lsa, sizlarning tanlash erkinliginglar bo'lmadi. Lekin taqsimot jadvaliga qaraganda hammanglarni asosan o'z yurtinglarga taqsim qildi. Sizlarni taqsim qilgan o'rinlarmi asosiyatdan yaxshi o'rinlar ekan. Sizlar qaytib borgandan keyin qo'lingizda guvohnoma ko'rsatilgan o'rinlarga berib, doklad qilasizlar. Hamda shu xizmat kuchsizlar. Agar u xizmat yoqtirmay, boshqa xizmat topaman deb o'ylab qolsanglar, sharoitinglar bo'lsa, unimi o'rnib ko'rsanglar bo'ladi. Men mushiyak sizlarga hammanglarning kelajaginglarning parlaq, xizmatinglarning utuq bo'lishini tilayman. Adaş, senikini ko'rib boqay. Maytaq shaharlik xalq hukumati plan komiteti seni pek yaxshi idora bo'lib turjimi? Ala o'quvning bekor ketmabdi adaş. Shahasini. Amina, qanday qoldi? O'zingiz ko'rib beqing. Buning bo'g'ini sizning yurtingizga pul yetibdi. Buni dadamga aytmasam bo'lmaydi. Dadangiz boshliqmi? Bizga yordam qila olamdi. Dadam cho'ng boshliq emas. Lekin o'yinlik shirkatida bo'lim boshlig'i. Ammo meningcha cho'qim bu ishning hudisidan chiqa oladi. Rost gapni qilsam, sizni otani bir ko'rib yoqtirib qopti. Ularning sizni mendimi bakrak ib qolsa ekan. Men ishlikimni qanday bilib oldim? Tuyg'umdi. Men sizga bir xo'sh xabar olib keldim, Amina. Sizning xizmat ishingiz hal bo'ldi. Siz dadamning shirkatiga qabul qilinibsiz. Rasma, nimandaq yaxshi. Men sizga bir xo'sh xabar aytay. Nima xo'sh xabar? Nuriman bilan Dilbarmo Urumchiga ishga tushibdi. Biz yana birga bo'la oladigan bo'ldik. Yaxshi bo'pti.
Dostlarınız sizin yanınızda bolsa, zerikip kalmaydı ekansiz. Shundaq. Erkin, men bir g'amdan xalos oldum. Lekin beshimda uningdan cho'ng g'amdan birsi bor. Uni o'ylagan sari yuragim og'zimga qaplashib qoladigan, kechalari uxlayolmaydigan bo'lib qoldim. Mana bu 3 hafta, 3 yildek bilinib ketdi. Endi qanday qilaman? Siz yana nimadan endişib ketyapsiz? Men o'z beshimchilik qilib, bu yerda xizmatga o'rinlashib, yoningizda qolib qoldim. Bu ishlar to'g'riliq ota-onamga qanday eg'iz ochaman, qanday tushundiraman? Ensirme, siz mi küçük balık olmuşsanız, ulan sizin düşüne. Bu işler belki baş katırıp gitme. Yürü, ben sizinle oyun gerek. Ne görümüz? Çoğunumuz neyini kaldı suya kapırım ben. Yürü. Dilxumar. Voy, acha. Tekshtirdingmi? Yaxshimi? Uydagilarchi, oxir qaytib kelding. Jira, uyga kiraylik. Opam dadam uyda. Eytaqini. Maktab bitirgili bir oydan oshdi. Uyga qaytib kelmay, nelar yuriyotsan? Shu xizmat izlab. Hey, beshingning suyi bormi? Hukumat seni shundoq yaxshi xizmatga o'rinlashtirgan tursa, yana izlaydigan nima xizmatkan u? Xizmat izledim deb yolg'on so'zligicha, birsini tepib oldim desang olmamdi. Sen o'zanga o'zing ega bo'ladigan nochi bo'lgan ekan. Uyga qaytib kelmay, shu haqlarni deganini qilib, tepaga xizmatini ishlab yursang bo'lmasmidi? Ha? Seni tıqı uruq tuqqanlar, xulum qo'shillar, aqlliq, ishchan, axloqliq, obdan cho'ng oldi desa, nihoyatda xo'shib ketibdi men. Opang ikkimiz tıqı har nim bo'lsa aqlliq, obdan bola bo'ldi. 15 yil o'qitganimiz bekor ketmabdi deb oldirab qo'shib ketibdimiz. Amdilikda buning mengisini qog'i cho'qib oldimmi faqat bilamedim. Hey, qarapaqa qilib yurgan ishingni. Haq anglasin nima deydi? Bir yigitni deb o'rimchini qapdi desa, ne at ne nomus. Bizni nemish qo'ylamaysan, ha? Biz yuzimizni nega qo'yimiz? Bizni nemish qo'ylamaysan, ha? Dada, men bu ishlarni uncha-uncha o'ylab ketmabdiman. Faqat uni misollar qaytib kelay. Meni aqlliq deb o'ylagan bo'lsanglar, menga ishonishinglar kerak edi. Men odamni hargiz xato tanlamadim. Mening hozir bunday gaplarni qiladigan vaqtim emasligini obdan bilaman. Biroq meni ozroq bo'lsa-mu tushensanglar bo'lmamdi. Oldimizda xijil bo'lmay shunday gaplarni qilyapsan. Sening naring qiz bola. Hamma ishni o'rinlashtirib bo'lib, amdilikda bizni nima qildaysan? Amdicha bizning karimiz yo'q. Qanday qilg'un kelsa, shunday qil. Biz tıqı bu qapaqvashni shuncha aytivolab ketibdimiz. Bizdan keyin qolsa, singillariga dadining o'rnida dada, onaning o'rnida ona bo'lamikin deb yuritdimiz. Quruq umidlarni kutib yuritdimiz emasmi? Buning kallasida o'zidan boshqa hech kim yo'q ekan. Sit.
Dada apa, bo'ldi qilinglar. Achamni tillamanglar bo'lamdi. Dada apa, xafa bo'lmanglar. Meni kechiringlar. Men qaytib kelay. Atilla Urumchiga yerib nars keraklarimni yig'ishtirib kelay. Qanday qildisanglar, shunday qilay. Meni jafo chekib 21 yil vaqtinglar emasmi? Endi keyingi umrimni sizlarga atab qo'ydim. Lekin mening bir talabim bor. Men mushu yerda ishlayman. Mushu uyda turaman. Mayli 30 yoshga qaray, mayli 40 yoshga qaray. Menga to'y qil degan gapni qilishinglarga hargiz ruxsat yo'q. Hayotli bo'lar ekanman. Ishqlardan hargiz ayrilmayman. Hargiz boshqa biri bilan to'y qilmayman. Huvama balani. Hey, sen nima deyapsan? Heli qibirni mening jini chaplashdimi sana? Ota-onangga mı shunday gap qilamsan? Biz sana yomon qilmadik, sana yaxshi olsun deyapmiz. Demisimi u yoqdan maktab bitirib, bu yoqdan ota-onam ko'mgan haqlar bilan tepishibsan. Keyinliging yaxshi olsa mayli. Yaxshi kunning yomoni kelsa, yana oldimizga yig'lab kelasan. Xotirjam bo'linglar. Har qancha yomon kunga qolsammi, oldinglarga hargiz yig'lab kelmayman. Hey! Oy, Gepang ajab yo'g'on bo'lsin. Men seni. Bizcha buning rayiga biqib yomon o'gitib qo'ygan. Endi onun yo'l qo'ydigan ish yo'q. Buningdan keyin uydan chiqmay jim olta. Ne görsen? Ayını tiraymikin apa. Dadan hoylada açığı tık yanmadı. Çıkmısan ulamikin? Ensirmen apa. Ben bu candan toydum. Bu cahandan mı toydum? Öz beşincilik kılıp hemmelerine köp ağırçılıklarını toldurdum. Ben silemen degen yerimlerden çıkarmadım. Meni kechiringlar. Mening endi bardashlikdagi madarimni qildim. Men o'zimga rahmat qilaman. Amina, unda qilma. Meni o'ynab qo'y. Siz bo'lmasangiz men yashamayman. Amina. Men nima qilyaptiman? Shunday qilsam, ota-onam nima bo'lib ketdi? Ularni menga chidamay shunday qilyapti. Men nima degan axloq? Acha, bu yerda nima ish qilyapsan? Hech nima fikrim. Jure uyga kirib ketaylik. Yig'labsan-ku? Nima bo'ldi? Dilxumar, menga degina ular bu ishni kimdan anglabdi? Urumchilik tuqqanlardan xat kelgan. Ular shundan uqdi. Nima bo'ldi, acha? Apa? Manga idoradan 2 haftalik damin ishlagan. Qanday qilaman? Hozircha ishlab tur. Qolgan gapni keyin bir nim deyishamiz. O ishlarni o'zim bir taraf qilaman.
Әмісі тиярлықымны қылай, апа. Keling Amine. Tinchlikmi? Tinchlik. Xizmat o'rningiz ko'nib qoldingizmi? Ko'nib qoldim. Keyinchi fursat deb yaxshiroq yerga o'rinlashtirib qo'yamiz. Hozircha mush yerda ishlab turing. Bo'ldi, hali masalani ko'p avar qildim. Mush yerda ishlayveray. Bu sizning xetingiz ekan. Uyingizdan kelibdi. Rahmat. Boshqa ish bo'lmasa men chiqay. Amine, sizga nima bo'ldi? Ko'nglingizdon parishon ekanligini ko'rib turibman. Siz mendan bir ishni yoshiryapsiz qandaq? Men maytaqdan qaytib kelib, uyimda bo'lgan ishlar to'g'riliq. Sizga raskem qilmadim erkin. Meni kechiring. Mening ota-onam ikkimizning ishiga qo'shilmadi. Men faqat ikkimizning bir kun bo'lsa-mu Xo'shal-xo'ram yashashimizni umid qildim. Sizning vatan azoblanishingizni xohlamadim. Meni kechiring erkin. Mana aytray Amine. Zodi nima ishlar yuz berdi? Men texi ikkimizni japadimi? Alovatdimi? Menga birla deb o'ylabdim. Siz bo'lsangiz texchi meni tushunmaydi ekansiz. Mendan sir saqlab o'tamsiz qanday? Undaq emas erkin. Undaq desangiz adil bo'lmaydi. Agar u ishlar yaxshi ish bo'lsa, sizdan yoshiramdim. Ammo bu ishlar har ikkimiz uchun foydasiz. Shuni sizga aytdim kamidi. Endi demasam sadi bo'lmaydi. Amaliyotda ota-onam ikkimizning ishini bilib, mening bu shaharga xizmatga tushganimni o'qib qoldi. Hatta meni qattiq aybladi. Shundaqdimi sizni deb qaytib keldim. Endi qanday qilishimni bilmay g'amg'arab yuribman. Ko'nglim bek perishon. Yuragim o'zi ezilib ketyapti. Hatta opam maytaqdan nevra achamni yo'qligini keladi. Men opamning faqat shu ish uchun kelmaydiganligini obdan bilaman. Opamning keladigan vaqti az qolgan sari ko'nglimdagi ansizlik texmi kuchayib ketyapti. U o'zining gapida chimqirilib meni maytaqqa ip ketishi mumkin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, menga amal yo'q. Sizdan ayrilib ketishim mumkin. Yo'q, bu mumkin emas.
Siz meni o't dengizga tashlab qo'yib ketaman deb o'ylayapsizsiz? Yo'q. Yo'q. Erkin ondan qilma. Boshqa bizga qarayotidi. Qaraversin. Bu yerdagi hamma odam qarasin. Siz mening jinim, siz mening hayotim, siz mening baxtim. Men sizdan hargizmi ayrilmayman. Gapimni anglasingizchi. Meni gapimni anglasingizchi. Yo'q. Hargizmi yo'l qo'ymayman. Hargizmi. Siz ketsangiz men qanday qilaman? Agar siz ketadigan bo'lsangiz, men keyningizda borman. Ota-onangiz sizni bana berishga qo'shilmasa, ishga oldingizdan ketmay turibman. Sizni jiroq yerlarga olib ketaman. Odam oyoqi bosmaydigan jiroq tog'larga, cho'l jaziralarga olib ketaman. Uqdingizmi? Bunda qilsaq bo'lmaydi. Xalqi olam oldida sat emas. Mening endi ular bilan qarshilashga madarim qolmadi. Hech bo'lmaganda ikkimiz bir-birimiz go'zal aslimi bo'ldi. Siz zodi meni yaxshi ko'ramsiz, ko'rmamsiz? Ha? Shunchaki ishlarga bardashlik bermay, meni tashlab ketishga ko'nglingiz qanday o'ynaydi? Ha? Agar ko'nglingiz unugan bo'lsa, ketavering. Men sizni yo'lga sepib qo'yay. Berib binodan yaxshiroq tepib olasiz. Bunday desangiz, menga haqorat qilgan bo'lasiz. Menga uvol qilyapsiz. Erkin men sizdan kechamayman. Sizni hargiz unutib ketamayman. Meni boshqa birini tepib olarmikin deb o'ylab qolmang. Bu mumkin emas, Erkin. Men ota-onamga shunday qasam qildim. Agar meni sizdan ayirib etsa, men umr bo'yi to'y qilmayman. Qandaqroq vaqacha yaxshi turyapamlar. Maytaqdek urug' tuqqanlar tinchlikdi. Tinchlik yaxshi. Har qaysilari bizning fikrimizni olmay, qizimizni ishga o'rinlashtirib, ep qilishiblar. Biz buningdan baxap bo'ldik. Sizning deganlarim o'rinliq. Bir balani beqib cho'ng qilish haqiqatan oson emas. Ammo bolalarimiz bir-birini shunday yaxshi ko'radigan tursa, ularning ko'nglini qilmasaqmi bo'lmas? Ularni kichik ish o'qimaydi deyli. Lekin sizlarmi bir ota-ona bo'lgandikin, ularning deganini qilib bermay, bizga uqtirib qo'yishinglar kerak edi-ku. Agar bizning o'rnimizda sizlar bo'lgan bo'lsanglarmi, cho'qim ranjigan bo'latdinglar-ku. Shundaq emasmi? Sizlar bu ishdan baxap bo'lib ketmasizlar. Agar boshqa birisi bo'lsa, unchalik qilib ketmaydik. O'g'limizga qanday qizni olib bermizsak, qo'limiz shu yerga yetadi. Shug'inisi, sizlar shundoq yaxshi qizni tarbiyalabdilar. Bizning o qizni zodli qo'limizdan chiqarg'imiz kelmadi. Biz qizlarni cho'qim o'zimizning qizdek kutamiz. Sizlar bu ishlardan xotirjam bo'lsizlar. Kim biladi sizlarni? Ko'rikdan o'tib eliblar. Qizimning ko'zidan yosh chiqaradigan ishlar bo'lib qolsa, biz uni bilamdik. Yo'q, bo'lmag'idek. Men uni maytaqqa ep ketay. U yanala ko'z oldimizda tursin. Biz undaq odamlardan emas. Sizlar biz bilan qudbash bo'lgandan keyin bizni asta tushunib qoladilar. Biz bolalarni ayirib etsak yaxshi bo'lmas. Bu bolalarning umrlik ishi. Sizlar urug' tuqqanlar bilan bu ishni obdanroq o'ylashib baqsizlar. Sizlar uyga borgandan keyin urug' tuqqanlar bilan obdanroq maslahatishib baqalar. Bolalarimizni baxtsiz qilib qo'ymay, ularning to'yini chiroyli qilib, beshini qo'shib qo'ysaqmikin deyman. Bu ish bolalarning dadasining kallasidan zodala o'tmadi. U menga Aminani nemili bo'lmasin qaytirib kel deb qayt topilgan. Men sizlarning o'g'illarini ko'rib baxmadim, lekin ishkillarining gap so'zlariga, mijoz quloqlarga qaraganda har ishkillari xeyli o'ngluq, obdan odamlardan kensizlar. Men hozircha Aminani qoldirib ketay. Lekin bu mening butunlay qo'shilganim emas. Men qaytib berib, dadasiga va urug' tuqqanlarga maslahat qilaman. Ularning hammasi qo'shilsa bo'ladi. Bo'z shunda qislar. Shunda bo'lsin amsa. Qani. Ag'ash o'taslar. Bilamsiz Amina, bugun men baxo'shal. Demisangizmi, chiroyingizdan chiqib turmamdi. Shundaqmi?
Ama sajinim, nima uchun xo'shol bo'layotganligimni so'rabmi qo'ymaysiz? Endi so'rasamg'i bola? Bo'ladi. Sizga desam, opam dadamlar sizlarning uyga bo'lgan 5-qitimlik safarini tamomlab qaytib keldi. Ota-onangiz bu ishga pek avar bo'ldi. Ular shunda qilgan siri o'zimni ham baxtlik, ham gunohkordek his qilayotganman erkin. Siz o'zingizni baxtli deb qarasangiz, men intayin xo'shal bo'laman. Lekin siz hargizmi gunohkor emas. Chunki mening ota-onam sizni birdan-bir kelin deb qarg'ashqa 5 qitim emas, 15 qitim mangsimo. Hargiz pushaymon qilmaydi. Bu qitim ular quruq qo'l qaytib kelmabdi amina. Ota-onamiz og'ir qayli bo'pti. Ular bizning to'y ishimizga qo'shilibdi. Rost aytamsiz. Ular hatto to'y kunini bekitib bo'pti. Bu rasmo erkin. Yana bir dana. Ras biz to'y qildigan bo'ldik. Biz to'y qilgan bo'ldik. Apa, men qaytib keldim. Qizim, keling. Keling, bu yerda o'tiring. O'tiring. Qizim, mijozingiz yo'qda ko'rinsizg'u. Doktorxonaga yerib kelgandim. Doktorxonaga? Nim bo'ldi? Bir yeringiz og'ribatamda? Doktor bo'yingizda bakan deydi. Nim degan yaxshi. Amsa ishqa baxmay aramaylang, bo'ldi apa, hech qisi yo'q. Bo'ldi. Atidan boshlab ishdan to'xtadim. Pensiyaga chiqish iltimos qilaman. Navramni o'zim boqaman. Qizim, nima tomoq yegingiz bor? Men itib beray. Siz kirib aramaylang. Nim bo'lsa mayli. Tatmay davering. Nimaga sezlik bo'lgandek tursiz? Faqat bilmadim-ku. Ko'nila sezlik bo'lgan narsani cho'qim yeyish kerak. Nimaga sezlik bo'lganligini bilamisa, jambu pursa sezigini topalaydi deyishdi ekan. Sizmi purab boqamsiz ya? Qani, purab boqing qizim. Chuchurib puravatandi. Qanday chuchurma? Bo'ldi qizim, siz chiqib aramaylar. Men sizga chuchur yetib beray. Ikkimiz ta'riflaylik. Bo'ldi. Men yordam ichayman. It bo'lma qizim. Chiqing. Biz bu qitim qudularimizni yo'qlag'ach, seni og'ili keldi qizim. Tuqqanlar yo'lingga qarabli qoldi. Ma'qul apa, sizlar bilan birga qaytay. O'zingmi toza samirib ketibsan. Ko'zlaring yumilib qolibdi emasmi? Sizlar bilmaysizlar, dada apa. Bu uydagilarchi meni xuddi makit qo'yidek boqadi. Ularchi bo'lsa, men shu yesam, issam, uxlasam, uningdan boshqa hech ish qilmasam. Mana qaranglar, samirib makit qo'yning o'zini bo'ldim. Har qaysilarining qizimizni shunchalik yaxshi ko'rib kelayotganlarga ko'p rahmat. Biz uni qandaqroq kishilarning qo'liga tushib qolarkan deb bekmi ansirgan edik. Mana endi o'z ko'zimiz bilan ko'rib, ko'nglimiz joyiga tushdi. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. Biz Aminani burun qandaq ko'rgan bo'lsak, keyinmi shundaq ko'ramiz, ha? Hatto burunqidanmi yaxshi ko'ramiz. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. U rastaydi. Men uning tug'utunimi ko'ngillardagidek boqaman. Voy, o'zim boqaman deyli-ku. Biz-chu uni epkatgili keldik, qudam. Apaslar uni epkaslar bo'lmaydi. U burundan tatib mushiyadagi doktorxonada tekshirtib kelyapti. Shunga u cho'qim mushiyat yengish kerak, apa. Amsi-chu Amina o'zi tanlasin. Hammamiz uning fikriga qo'shilaylik. Ay, bo'ldi. Bunimi xijolat qo'ymayli, ha?
Qarasak, hammalari tillarini bir qilishib olgandek turdilar. Biz qaytib ketili. Biz sizlarga ishonamiz. Xudoyim tinch aman yangi vasila bo'ldi. Ha, shundoq. Ma gaplari joyida bo'ldi, Xudom. Sizlar ansirmay qaytayversizlar. Oldi bilan Xudo, ondan biz ba, doktor ba. Bir ish bo'lsa, sizlarga vaqtida xabar qilamiz, Xudom. Oy, Amina qizim, kechaman yangi oldingizmi? Yeting, qo'zg'almang qizim, qo'zg'almang. Oqshom nimishqa xabar qilmaysizlar? Bekma ansirab ketdik bolam. Erkin aslida sizlarni chaqiraman degan edi. Men unutmabdiman. Qan besimlari yuqori bo'lgan ekan ansirtishni xohlamadim, abba. Xudoga shukr. Hanim bo'lsa, kechaman yangi vobsiz. Sizdan bekma ansirdik bolam. Doktorxonaga kelib-vaqtimizni qanday bildinglar, abba? Oqshom kechlik tomoq vaqtini saqlasak kirmadinglar. Shu chaqda uyinglarga izlab borgan edim. Eshik taqoq. Birdam saqlasammi kelmadinglar. Shuning bilan sizlarni doktorxonaga ketdi deb bilgan edim. Keyninglardan boray desam, qaysi doktorxonaga ketganinglarni bilmadim. Shuning bilan dadingiz bilan ikkimiz kecha-kecha ishga qarab o'ltirdik. Bayatin erkin xabaringizni ep kelibdi. Ko'nglimiz andin joyiga tushdi. Sizlarni ansirtib qo'yibdik, ha, abba. Qani bizning to'rt ko'zimiz bilan kutgan atiqliq mehmonimiz. Men uni bir ko'rib chiqay. Ma'qul, abba. Apa, yaxshi uxlamadingizmi? Uyqum kelmadi. Nima o'ylayapsiz, apa? Hech nima. Soat qancha bo'lgandi? To'rtga oz qolibdi. Yana ukam o'ylayapsiz? Yo'q. Bo'ldi, uxlayvering. Aql.